Assalomu alaykum kuzatuvchilarim. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mazanglar yaxshimi? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Bahor ayyominglar bilan, kelayotgan bayraminglar bilan qizlarjonlar, dugonajonlar, yaxshimisizlar? Boshi vaqtim bo'lmayapti. Hozir faqat uy qidirish bilan ovoraman. O'shanga hozir sizlarga roza yomg'ir yog'yapti. Va yaxshi ko'rgan bo'ldi. Hozir sizlarga ham kuzatamiz. Biz yomg'ir yog'yapti. Hammasi o'tib tutishyapti. Ish bilan ovora. Yomg'ir bo'lishiga qaramasdan. Voy mazza. Rosa yomg'irni yaxshi ko'raman. Mazza. Ana, mashinani orqagisi bilan kirib mashqa qo'yishadi. Eshik ochiladi hozir. Yomg'ir bo'lishiga qaramasdan mana ochildi. Endi tovarni berilgan manzilga yetkazib borishadi. Bu Andijonga ketadi, viloyatga ketadigan mashinamiz. Ketayotganmi? Hozir. Tovarlarni ortib ketishadi. Sanab berishadi.